Amerika Qo'shma Shtatlari bu zamonaviy ilm-fan, texnologiya, madaniyat va turli millatlar uyg'unlashgan sehrli diyordir. Bu mamlakat 50 ta shtatdan iborat bo'lib, har biri o'zining noyob tabiati, tarixi va an'analari bilan ajralib turadi. Golden Gate ko'prigi, erkinlik haykali va Disneyland Amerika ramzlaridandir. Dunyodagi eng yirik kinoindustriya, Gollivud ham shu yerda joylashgan. Bir so'z bilan aytganda, yuzlab millatlardan tashkil topgan 300 milliondan oshiq aholi yashovchi Amerika Qo'shma Shtatlarining yer munosabatlari va kadastr tizimiga yuzlanamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Amerikada joylashgan federativ respublika bo'lib, dunyodagi eng yirik hududga ega va iqtisodiy jihatdan eng qudratli davlatlardan biridir. Amerikada 50 ta shtat mavjud. Bu shtatlardan tashqari AQShning qo'shimcha hududlari ham bor. Masalan, Washington, Kolumbiya okrugi poytaxt, shuningdek Puerto Rico, Guam, Amerika, Samoa, AQSh, Virgin orollari va boshqalar AQShga qarashli hududlar, lekin shtat hisoblanmaydi. AQShning umumiy maydoni taxminan 9.8 million kvadrat kilometrni tashkil etadi. Bu yer va suv yuzalarini o'z ichiga oladi. Mamlakat aholisi taxminan 336 million kishidan oshgan bo'lib, bu ko'rsatkich bo'yicha AQSh dunyoda Xitoy va Hindistondan keyin 3-o'rinda turadi. AQShda yer va ko'chmas mulkni ro'yxatdan o'tkazish markazlashmagan, ya'ni u shtat va okrug darajasida alohida boshqariladi. AQShda yagona milliy kadastr tizimi mavjud emas. Har bir hududda turli darajadagi davlat organlari yer va mulk huquqiga oid ma'lumotlarni yuritadi. Okrug idoralari mulk huquqini qayd etish, yer o'lchovlari va mulk soliqlari hisobini yuritish ishlarini amalga oshiradi. Yer va mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazishda quyidagi hujjatlar asos hisoblanadi. Mulk hujjati mulk egalik huquqining bir shaxsdan boshqasiga o'tishini tasdiqlovchi yuridik hujjat. Geodezik reja litsenziyalangan yer o'lchovlari tomonidan tayyorlanib, mulkning aniq chegaralari, o'lchami va joylashuvi ko'rsatiladi. Mulk tavsifi mulkning egalik tarixi va o'zgarishlarini ifodalaydi. Bugungi kunda AQShning ko'plab okruglarida geografik axborot tizimlari asosida kadastr ma'lumotlari yuritiladi. GIS yordamida yer uchastkalarining fazoviy ma'lumotlari, mulk hujjatlari, soliq ma'lumotlari raqamli shaklda birlashtiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari tabiatining xilma-xilligi bilan dunyodagi eng boy mamlakatlardan biridir. Bu yurtda Arizonadagi Grand Canyon, yer qa'ridan so'zilayotgan million yillik tarix, Alyaska muzliklari, tabiatning muhtasham va hayratlanarli qudrati, Florida va Gavayidagi palmazorlar, tropik sehrning manzarasi, Koloradodagi Rocky tog'lari, osmon bilan suhbatdagi cho'qqilar, Amerika Samoasi boshqa yerda takrorlanmas tropik jannat. Bu xilma-xillik Amerika tabiatiga sehrli va betakror deya ta'rif berish uchun asosdir.